Keyingi savolni ko'rib chiqamiz. For I equal to square root of -1, what is the sum of this expression? Bu yerda ikkita kompleks sonni bir-biriga yig'indisini hisoblashni so'rayaptida. Ikkita kompleks sonlar bir-biriga qo'shish uchun ularni butun qismlarini alohida qo'shish kerak. Ularni imaginary qismlarini alohida qo'shish kerak bo'ladi. Bu yerda butun qismi 7, ikkinchisini butun qismi -8. 7 ga -8 ni qo'shsa -1 chiqadi. Ularni imaginary qismlari, ya'ni qismlarini qo'shadigan bo'lsak, minus +3i qo'shamiz 9i. Ikkalasini koeffitsentlari qo'shiladi 12i. Bu yerda javob B. -1 + 12i.